23-bob. Undan keyin Iso xaloyiqqa va shogirdlariga xitob qilib dedi: Ulamolar va farziylar Muso minbarida o'tiribdilar. Shu bois ular sizga nimani bajarishni amr etsalar, bajo keltiringlar. Aytganini qiling, lekin qilganini qilmang. Chunki ular o'z aytganlarini bajarmaydilar. Ular og'ir va ko'tarib bo'lmaydigan yuklarni insonlar yelkasiga tashlab qo'yadilar. Lekin o'zlari bu yuklarga barmoq tekkizishni ham istamaydilar. Ular butun ishlarni insonlarga ko'rinish uchun qiladilar. Duo qutilarini yirikroq, kiyimlarining gajimlarini uzunroq qiladilar. Shuningdek, ziyofatlarda, to'rda va ibodatxonalarda hurmatli o'rinda o'tirishni, xalq yig'inlarida alik olishni va odamlar tomonidan ustozimiz deb olqishlanishni yaxshi ko'radilar. Biroq sizlar ustoz deb atalishga ko'nmang. Chunki sizning birgina ustozingiz bor. U ham bo'lsa Masihdir. Sizlar esa hammalaringiz birodarsizlar. Yer yuzida hech kimni o'zingizga ota deb ham atamanglar. Chunki sizning birgina otangiz bor. U ham bo'lsa samoviy otangizdir. Rahbar deb ham nom olmanglar. Chunki sizlarning birgina rahbaringiz bor. U Masihdir. Orangizdagi kattangiz sizlarga xizmatda bo'lsin. Zero kim o'zini yuqori qo'ysa, pasaytiriladi. Kim o'zini past olib yursa, ulug'lanadi. Ey ulamoyu farziylar, munofiqlar, osmon shohligini insonlarga bekitib qo'yganingiz uchun holingizga voy. O'zlaringiz ham unga kirmayapsizlar, kirmoqchi bo'lganlarga ham yo'l qo'ymayapsizlar. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Siz beva ayollarning uylarini shilib, xo'ja ko'rsinga uzoq duo o'qiysizlar. Shunga yarasha og'irroq jazo olasizlar. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Sizlar loqal biror bir kishini o'z diningizga kiritish uchun dengizlar va qit'alarni aylanib chiqasizlar. Lekin buni amalga oshirib bo'lgach esa, uni o'zingizdan 2 barobar yomonroq do'zaxi qilasizlar. Ey basir peshvolar, holingizga voy. Sizlar ma'bad haqiga ichilgan qasam o'tmaydi, lekin ma'baddagi oltin haqiga ichilgan qasam bajarilishi shart deysiz. Oy nodon u ko'rlar, qaysi biri buyukroq? Ma'badning oltinimi yoki oltinni muqaddas qilgan ma'badning o'zimi? Shuningdek, sizlar yana qurbongoh haqiga ichilgan qasam o'tmaydi, lekin qurbongohdagi qurbonlik haqiga ichilgan qasam bajarilishi shart deysizlar. Oy nodonlar, ko'rlar, qaysi biri buyukroq? Qurbonlikmi yoki qurbonlikni muqaddas qilgan qurbongohmi? Axir qurbongoh haqiga qasam ichgan ham qurbongohning o'zi hamda undagi barcha narsalar haqiga qasam ichgan bo'ladi. Ma'bad haqiga qasam ichgan esa ham ma'badning o'zi hamda ma'badda yashaydigan Xudo haqiga qasam ichgan bo'ladi. Osmon haqiga qasam ichgan esa ham Arsh-i A'lo hamda Arsh-i A'lodagi Xudoning o'zi haqiga qasam ichgan bo'ladi. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Sizlar yalpiz, arpa bodyon va zira qatori osh ko'kdan ushur berib turasiz-u, lekin ilohiy buyruqning nihoyatda muhim amrlari bo'lgan haqqoniyat, marhamat va sadoqatga esa e'tibor bermay qo'ydingizlar. Bularning birini bajara turib, ikkinchisini ham tashlab qo'ymasligingiz kerak edi. Sizlar chivinni pesh qiluvchi, ammo tuyani yutib yuboradigan basir peshvolarsiz. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Sizlar kosa yuvlaganning sirtini tozalaysiz, ammo ularning ichi o'g'rilik va badnafslikka to'lib toshib yotibdi. Ey so'qir farziy, sen avvalo kosa va laganning ichini tozalab ol,
shunda ularning tashqi ham toza bo'ladi. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Sizlar tashqaridan chiroyli ko'rinadigan, lekin ichi o'liklarning suyaklari va har xil qabihliklarga to'la ohaklangan qabrlarga o'xshaysizlar. Garchi tashqaridan insonlarga mo'min ko'rinsangizlar ham, lekin ichlaringiz ikkiyuzlamachilik va yomonlikka to'ladir. Ey ulamoyu farziylar, siz munofiqlarning holiga voy. Chunki sizlar payg'ambarlarga maqbara qurib, aziz avliyolarning yodgorliklarini bezab yuribsizlar. Agar ota-bobolarimiz davrida yashaganimizda biz payg'ambarlarning qonini to'kishda ularga hamkorlik qilmas edik deysizlar. Bu bilan siz o'zingizni o'zingiz inkor etib, payg'ambarlarni qatl qilganlarning o'g'illari ekaningizni o'zingiz tasdiqlab turibsiz. Qani, ota-bobolaringiz boshlagan ishni bitirib qo'ymaysizlarmi? Oy ilonlar, zaharli ilon zotlari ey! Jahannam jazosidan qanday qilib qutularkin sizlar? Ana shu sababdan men sizga qanchadan qancha payg'ambar u donishmand u ulamolarni yuborib turaman. Sizlar esa ulardan kimini o'ldirasizlar, kimini xochga mixlaysizlar, kimini esa ibodatxonalaringizda qamchilab, shahardan shaharga quvg'in qilasizlar. Shu yo'sin solih kishi bo'lgan Hobilning qonidan tortib, ma'bad bilan qurbongoh oralig'ida sizlar o'ldirgan Baraxiya o'g'li Zakariyaning qonigacha yer yuzida to'kilgan butun begunoh qonlar sizning bo'yningizda. Ha, sizlarga chinini aytaman. Ushbu gunohlarning hammasi shu naslning bo'yniga tushadi. O Quddus, Quddus! Payg'ambarlarni o'ldiruvchi va huzuringa yuborilganlarni toshbo'ron qilguvchi shahar. Tovuq o'z jo'jalarini qanotlari ostida qanday to'plasa, men ham sening bolalaringni necha bor shunday to'plamoqchi bo'ldim. Sizlarchi istamadingiz. Mana, sizning uy-joyingiz huvullab qoladi. Sizga shuni aytib qo'yay. Xudovand nomidan kelayotgan muborak deb xitob qilmaguningizcha meni qaytib ko'rmaysizlar.